Bu sun'iy intellekt. Oxirgi oyda sun'iy intellekt kuchayib ketganligi uchun insonlar real bola bilan sun'iy intellektni farqlay olmay qolishibdi. Ijtimoiy tarmoqda farzandimizga o'rgatgan bilimlarimizni bo'lishib borsak, bu sun'iy intellekt degan gaplarni ko'p eshitishni boshladik. Bu ham yetmagandek, video montaj qilingan, kesib qo'yilgan, orqada kimdir o'rgatib turibdi degan haytga ham uchradik. Nima uchun bir bolani yutug'ini qabul qilish bu darajada og'ir? Biz farzandimizga sun'iy intellekt ommalashishdan oldin bilim berishni boshlaganmiz va buni sahifamizga kirib ko'rishingiz mumkin. Video montaj qilingan, qayerdir kesib qo'yilgan degan insonlar uchun sizni oldingizda 3 yoshli bolakay chiqmoqda. Robot emas, katta inson emas. Albatta, video olish jarayonida bola kulib yuboradi, diqqati boshqa narsaga chalg'ib qoladi. Chunki u hali bola. Videoni orqasida kimdir o'rgatib turibdi deydigan insonlar uchun biz barchamiz musulmonmiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar: kim yolg'on gapirsa, u bizdan emas deb. Biz ommaga, millionlab insonlarga o'zimiz bilmaydigan narsani, o'zimizda yo'q natijalarni yolg'ontadan olib chiqqani albatta qo'rqamiz. Bilasizmi, bu yerda eng og'iri nima? Bu barcha haytlarni o'zimizning vatandoshlarimiz yozishadi. Biz musofir yurtda 1,5 yildan beri yashaymiz va kim farzandimizning yutuqlarini eshitsa, ko'rsa, bu yerdagi insonlar barchasi bizni qo'llab-quvvatlashadi. Lekin o'zimizning vatandoshlarimiz esa bizdan albatta negativ qidirishga, ayb topishga harakat qilishadi. Siz videoda ko'rib turgan farzandimizga bergan bilimlarimiz bu hammasi rost. Hech qanday AI emas, montaj emas yoki yolg'on ham emas. Bu shunchaki ota-onaning farzandiga sarflagan vaqti va tarbiyasining natijasi xolos.